Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'urman YouTube kanalıma kelganlarni chin ko'nglimdan qarshi olaman. Biz kim? Endi bu tim cho'ng desak cho'ng, kichik desak kichik. Nemishki bu timga to'xtalg'im kelib qoldi deganda, bu yerda mening ikki sababim bor. Birinchisi, men shu sizlarning nurg'unlarga o'xshash vatandan ichidan, vatanning sirtiga chiqib, g'arb ellari bilan yoki boshqa ellar bilan tanishish jarayonida, o'zimizni tushundirish jarayonida, o'zimizni tanishtirish jarayonida nurg'un jafolar yo'liqdim. Chunki o'zinglar bilasizlar, Uyg'ur degan nomni shu yaqingacha xil odam uqmaydi. O'zim izdandim, ham shu izdangan, ham tafakkur qilganlarimni sizlar bilan teng birga bu yerda o'rtoqlashmoqchi. Ikkinchi sabab bo'lsa, o'zinglar bilasizlar, bu kimligimiz shunchalik muhimki, hem to'g'ri tushunsak, hem to'g'ri usulda apmangalasak, bizning kelgusimizga, bizning inqiloblarimizga, bizning da'vorimizga, bizning kimligimizga, hem bizning kelgusimizga, bizning avlodlarimizga shunchalik foydaliki. Buning foydasi nihoyat cho'ng. Buni ele misol qilib so'zlayman. Ammo xato tushunsak, bu bizga hech qilchilik foydasi yo'q, hem bizning kayniga yinishimizga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bundaqda qarindoshlar, qara boshlaylik. Ammo boshlashdan burun bir necha rasmlarni sizlar bilan teng ko'rishga loyiq ko'rdim. Hem köygünler okşaş, bu fakat özümüzden biladigan köygen, özümüzden medeniyeti, yemeklik medeniyeti, kiyim-kechak medeniyeti, bizning öy biznes medeniyetlerimiz, bizning muzika, san'at medeniyetimiz degandek. Bu resimden sizlar ko'rib bo'lib, qanday his qildinglar, gap qoldirib qo'ysanglar bo'ldi, savol so'rasanglar bo'ldi, lekin mening his qilganlarim, mening tushuncham bizdagi bu madaniyat, bu oddiy bir boshqa normal bir millatda xos millatda bor bu madaniyatlar emas. Masalan, o'zinglar bilasizlar, qozoq, qirg'iz, boshqa turk millatlari, bularning madaniyati bor, kiyim-kechaklari bor, doppisi. Masalan, shu qozoqlarning kiydigan doppilari yoki turklarning kiydigan doppilari balkim 2-3 xil, 4-5 xil. Ammo bizningcha 100 xildan o'shiq. Bir xil doppa bir jutni ifodalasa, yoki bir qabilaning simvoli bo'lsa, o'ylasanglar bo'ldi. Demak, bu Uyg'ur degan bu millat asli bir nurg'un qabilalarning yug'rilmasi. Ya'ni bizning muqam degan hamda bir yig'ib chiqqan bizning madaniyat naqshalarimiz hamda. Demak, biz ming yillardan beri o'xshash naqshlarni, o'xshash qo'shoqlarni aytib kelgan millat. O'ylab qo'yinglar, bir naqsh chiqsa, ishib kelsa 1-2 yil, 3-4 yil, undan keyin kim aytadi? Kim nesida qoladi? Lekin sen bilan biz ming yillarcha o'xshash shu ota-bobolarimizga o'xshash naqshlarni aytib, shularni hozirgacha davomlashtirib kelayotgan millat. Yana bizning bu yemeklik, bizning bu tamoqlarimiz. Qaysi bir millatda bor, qaysi bir millat xos. Sizlar o Uyg'urlardagi shu tamoq issiq, so'g'oq ayrilgan, tushlik, kechlik
ayrılgan, iğir yengil bop ayrılgan şu tamaklarımızını qaysı bir milletden tapa aldыңlar? O tamakını koyup duraylı şu nan, bizden şu bolkimizni. Ben Amerika'da yaşap, Afgan'ın bolkisine ağılı bar mı? Ulanın şu bir xil, ulanın şu pişağan xemir. Ama bizden nan, her xil, maylık, maysız, sefer toqçı, yamısı gırda, yamısı pomnan, yamısı pizi var, piz yok da her xil nanlarımız var. Yani şu medeniyetlerini yaratkan atı bulurumuz. Yani şu medeniyetini yaratkan milletini özənlər azıraq təpəkkür qısanlar buludu ki, bu millet qo'sq toq, bu millet xotirjam yaşayan millet. Neçə min yıllardan beri. Özümüzün devletlerini özümüz sanap bulamayız. Mesela İdikut'tu, Uygur Qağanıt, ondan keyin Qarahani, Seydiye Xanlığı, Yamusa dep her xil devletlerimiz var. Boğan, müş yakınqı devirlerde. Yakınqı 2000 yılının mabeyni. Nurgunumuzdan düşünsem, müşünce ekem tarihimiz 2000 yıl ya 3000 yıl işip geçse, bu ondan burun biz 10 bop devlet kurgan, başka milletler bilen billa dep düşündü. Ondan keyin to'g'rilağı chiqib qarasanglar, bizni Asiyalik bilan Aqtalliklarning changlashgan bir millati deydiganlar nurgun. Özümüzün işçide mi ha bizden qinimiz aşındaq Asiyalıklar bilen Asiyalik Mongol çıraylı Uygurlar bilen şu Avrupalıklar şu Aqtallik Fars Türkler bilen changlashib ketgan deb deydiganlar bor. Endi rast shundaqmi? Shu to'g'ri tushunsan bo'lamdi shuni. Sen balanga yurib, bizning qinimiz işte changlashib ketgan desang, o balığı qanday foydasi bor? Ama uni biz qanday tushunamiz? Ya'ni chunqur Uyg'urning tarixini to'xtamay izlansek, bu hunlardan burun, attinlardan burun Uyghur nerede? Uyghur. Onundan burun tilga ilmi qilib baqqanmi Uyg'urning ismi? Ya bira ilmiy maqolda yozilib baqqanmi desanglar? Albatta. Mana bu ko'rib turayotganinglar, bizning Uyg'ur degan shu nom, sen bilan men varislik qilayotgan shu millatning ismi eng burun tilga ilingan, ham ismi davlat, ismi imperiya, ismi Uyg'urning ismi bilan qo'yilgan bir imperiyaning xaritasi. Bu qachon vaqt ketadi, aprag'il bo'ldi degan chaqda buni shu to'pam balasidan keng deydiganlar bor. Yana ba'zanlar o million yil burun deydiganlar bor. Mana meningda mushu xaritada kam deganda 2 million yildan burun yamsa eng uzun apaganda 60 million yil burun deydi. Bu kimdan aytsa, mushu g'arb ellari, mushu amerikalik arxeolog, tarixshunos Jack Chakordning tushunchasi ham shuning buvisining ilmiy bir ömür bo'lgan ilmiy natijasining asosi bo'lgan mushu yo'qolib ketgan qita mu qitasi degan kitobda ham o'zining tushunchasida, o'zining ilmiy maqolasida tushuntirib yozgan. Buni so'zlab kelsak bekchiq, bu shu butun insoniyatning mushu madaniyati bilan tutishidi. Mesela şu Meksika'da, ondan keyin Meksika'da bayqalgan medeniyet, Maya medeniyeti, ondan keyin şu Hindiyalarning medeniyeti qetilib, bizning Uyg'urlarning burun şu tashqi uyib qoldigan medeniyetlerimiz, Misrliklarning medeniyeti hammasi tutash, chunki hamma medeniyet şu bir avani bilan odam atidan shularning pushtidan kelgan. Chunki uni har qanday din qilishgan odam shunda. Ama şu qanda bag'an ba'zilar şu şimaldan g'arbdan shimolga mustaq ko'chgan insonlar deydi. Yana ba'zilar shundaq bir qit'a yo'qolib ketib, mustaq bag'an, undan keyin Uyg'ur imperiyasi birinchi imperiya qurilgan ham dunyo tarixidagi eng chong imperiya deydi. Bu tarixlarni hamda tushunamdiq, ishonamdiq, ishonamdiq o'zimizning ishi. Nurg'un inson shundaq tushundi. Hatto Turk şu Osman Türklerinin Atatürk Mustafa Kemal mı? Muşu göz qarashqa işindiğen zatның birisi. Ama şu Uygur, mana şu sen men bu vakillik qilib, sen men mirasop qalgan şu Uygur. Bizni şu Allah hozirgacha şu simga varislik qag'izib, hozirgacha şu dunyoning yo'qimay qoldirishining bir aqida hikmat bor deb o'ylayman.
Şoňlaşqa özümizden tarihini düşengen çağda, özümizden kimligini oylangan çağda herkes bu düşmanlarning yizpaygan tarixlari ya düşendirgen gaplarını kulak salmay, özümüz oynanıp, özümüz izlenip, özümüz düşendirishga tirishayli. Onundan keyin biz herkes undaq bir çalğut millet emas. Bunun bilan çağlaşıp ketken millet emas. Ama dünya boyunca birinci, agar şu dünya boyunca birinci imperiyani biz qurgan bolsak, bütün dünyanın insanlar şu qolgan davlatlar şu imperiyadan parçalanıp chiqqan bolsa, hesapda şularning ata-bobolari eng oxirida kelib Uyg'ur bo'lib chiqadi da o chaqda. Manda tushunsan, bu o'zingga shunchalik kuch, o'zingga shunchalik rag'bat, o'zingga bo'lgan tushunchamiz, avlodga bo'lgan o'zimizning tushuntirish, millatimizga bo'lgan tushuntirish shunchalik bir kelgusimizga foydali. Hem bu menlam degan emas. Yevropada nurg'un allami o'zining shu kelgu ajdodlarini shu Uyg'urlardan chetishlik qilgan, masalan, Vengriya, undan keyin Germaniya deb olimlar maxsus o'zining shu ata-bobolarini eng oldiga apirib ilmiy maqolalar, tadqiqotlarni qilib, ilmiy maqolalarni yozib chiqqan maqolalar bor. Uning qiziqadiganlar jiqqiroq bo'lsa, men keyin uning ayrim tafsili to'xtalsam bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin qarindoshlar, özümüzden kimligini bilip, özümüzden kimliginden faxrlanıp, özümüzden kimliginden kuch-quvvat tepip yaşaylik qarindoshlar. Undaq bo'lgandan keyin, undaq bo'lsa, bizning kelgusimizga, bizning avlod tarbiyalash, hamda davlat qurish, hozirgi da'vo hamma ishlarimizga shuncha kuch bergusiki, o'zining Uyg'ur bo'lib qolgandan shuncha faxrlansa, shuncha kuch to'playsa, ahiretkiçe bir Uyghur devletini kurup çıkışımızga muşundaq oy, muşundaq düşünçler payda qildi, hem yaxshi ta'sir oynaydi. Mana bu mening biz kim degan hukmiga bo'lgan tushunchim qarindoshlar. Sizlar qanday tushunsizlar? Ayni o'ylasak bo'ldi, izdansak bo'ladi, yana billa mushundaq paranglasak bo'ladi. So'zlaringlar bo'lsa, gap qoldirib qo'yinglar. Biz Uyg'ur bo'lib to'ralgan millat, Uyg'ur bo'lib shu ismga miras qolgan millat. Keyingi yaqinqi yillarda biz boshqa millatlar bo'lib ketmagan, ya boshqa millatlarning ta'siriga uchirmagan, biz boshqa dunyoga madaniyat tarqatish orqali boshqa millatlarni, har xil millatlarni o'zimizga jalb qilib, o'zimizga yig'ib, hozirgi sen bilan biz. Shuningdek bizning chiroylarimiz har xil bo'lishining sababi shu, biz dunyo bo'yicha eng qadimiy bir millat. Mana bu mening tushunchim qarindoshlar. Shuningdek bu Uyg'ur zodi asli undaqmiti, bundaqmiti, unda degan gaplar bizga eng qadimiy millat. Dunyo bo'yicha shuningdek bizning madaniyatimiz dunyoni ayron qildig'idek madaniyatlarimiz bor. Shuningdek biz butun O'rta Osiyo qit'alariga madaniyat tarqatgan. Buning hech qanday yag'anida yeri yo'q qarindoshlar. Ashta tushunsak, mana bu bizga haqiqatan foydasi bor, ham bu boshqalar yozib bergan. Biz o'zimiz yozib, o'zimiz to'qib olgan tarixlar emas. Bu shu olimlarning tadqiqot natijalaridan kelgan xulosa. Buni o'zimiz izdansak, o'qisak bo'ladi. Bo'ldi qarindoshlar, mana bu mening Uyg'ur biz kim degan savolga bo'lgan tushuncham, o'zimning izdangan natijalari. Savollaringiz bo'lsa, gap qoldirib qo'yinglar. Biz yana kelar sonda ko'rishaylik. Allohga emanet.